Başqalardan nima o'rganamiz? Bizda hamisha boshqa xalq va millatlardan o'rganadigan nurg'un narsalarni tanishtiradigan yozmalar, maqolalar, suhbatlar ko'p uchraydi. Men aqlim kelsa vatanda gazet jurnallarda, tor bekatlarda Amerikaliklar, Turklar, Yevropaliklar, Yaponlar, Germanlardan o'rganadigan nurg'un narsalarni tanishtiradigan maqolalar ko'p uchraydi. Navbatdami shunda temalar asosli bir tema bo'lib o'tadi. Darvaqa biz o'zining davlat bo'lmagan har qaysi jihatlarda ojiz o'rin turgan bir xalq bo'lg'achqa biz o'rganadigan narsalar intayin ko'p. Hamda ojiz bo'lgandan keyin bizga ustoz bo'lishni xohlaydigan ilg'or va kuchli millatlardan bizga bilim import qiladigan ilm elchilarimi intayin ko'p. O'z turayotgan davlatlarda o'z bayqagan afzalliklarni xalqimiz bilib olsin deb tanishtirgan ishlar nihoyat ko'p. Bumi xato ish emas, to'g'ri ish albatta. Darhaqiqat biz o'rganadigan narsalar intayin ko'p. Ilm, fan, texnika, falsafa, boshqarish va hokazolar. Ammo navbatda biz meningcha o'rganadigan narsalar, mening ko'zlashimcha faqat ikki faqat emas, eng muhim narsa ikki deb o'ylayman. Buning birisi o'zini yaxshi tushunish, o'zini millat sifatida tushunish. Meningcha biz o'zimizni millat sifatida yaxshi tushunmaymiz. Chunki millat sifatida tushungan kishilar shu millatning yadroliq qimmat qarashi, u millatning mavjudligi, u millatning manfaati, u millatning kelgusi taraqqiyot ahvoli degan narsalarni nihoyat yaxshi biladi. Bu jihatda men o'ylayman, biz oldi bilan o'zimizni to'liq tushunmaymiz. O'zimiz qaysi holatda realligimiz qanday bir reallikda bizga nimalar foydali bo'lyotidi, nimalar ziyonli bo'lyotidi, buni atrofliq tushunib yetmadik deb o'ylayman. Ikkinchidan, o'zimiz uchun kurash qilish irodasi. O'zimiz uchun kurash qilishni yaxshi o'rganish kerak deb o'ylayman. Chunki oldi bilan o'zimizning to'niganda, o'zimizning mavjudligimiz, realligimiz, manfaatimiz to'liq to'nigan vaqtida uning uchun kurash qilishimiz lozim bo'ldi. Ya'ni o'zimizningki qimmat qarashimizni, vatanimizni, hayotimizni, kimligimizni, tilimizni, madaniyatimizni hammasini qo'dayman deydiganga bir jasorat, bir kurash irodasi, amaliy harakat kerak bo'ladi. Ama shu ikki narsa biz uchun haqiqatan muhim deb qarayman. Butun dunyoda bizdan kuchlik, ahvoli bizdan yaxshi, xalqlarda qo'llashi, xalqlarda tonilishi, iqtisodiy, moddiy, harbiy, jug'rofiy, diplomatiya jihatdagi afzalligi bizdan nechasi kuchlik bo'lgan xalqlar o'zini nihoyat yaxshi tonigan xalqlardir. O'zi nima uchun muhim? O'zi kim oldi bilan? Do'sti kim, dushmani kim? Kimlar bilan nega bora oladi? Kimlar bilan shaklan do'st, kimlar bilan mohiyatlik do'st, kimlar bilan diniy jihatda do'st, kimlar bilan siyosiy jihatda do'st, kimlar bilan iqtisodiy hamkorlik o'rnatadi, kimlar bilan harbiy hamkorlik o'rnatadi. Bular nihoyat aniq bo'lib ketgan kishilar. Biz unda bir kuchli davlatning, unda kuchli bir siyosiy nopozning, ta'sir kuchning egisi emas. Bu xil ahvol aslida biz uni hozirlashimiz uchun o'zimizni tanishimiz texmi muhim. Shu qadar kuchli bo'lganlar o'zini shu qadar qo'g'digan, o'zi uchun kuch chiqargan yerda bizga o'xshash mavjudlikqa intayin ig'ir kirzish turayotgan bir xalqningki o'zi uchun kuch chiqarishi, kurash qilishi texmi muhim o'rinda turdi. Shunga dunyodan o'rganadigan narsamiz behchiq deganning o'rniga dunyodan o'rganadigan narsamiz ikki. Birisi o'zimizni yaxshi tonish, o'zimizni yaxshi tushunish, undan keyin o'zimiz uchun kurash qilish. Dunyodagi barliq biz gapini qilayotgan butun dunyodagi har qaysi xalq, millat, biz birga yashayotgan, biz aslayotgan, biz istashlik qilayotgan barliq xalqlar shu qadar aqlli, o'zga puxta, tirishchan, qat'iy niyatli kishilar.
ular her zaman aşı xil özünün milli mənfəətində, özünün devlet yadroluq çemberkide, özünün milli, dini, etnik mənfəətlərdə, meydanlarda, qimmat qarashlarda, kimliklarda çın tuğanlıq üçün bugün günkilərləgən qollaş qilishki. Agar ulg'ishtirishga bo'lib qolsa, men shuni tavsiya qilaman. O'zimizni cho'qim qaytadan yaxshi tonish va o'zimiz uchun kurash qilish. Bu hargiz bizning boshqalarga dushmanlik qilish, istoshlik qilmaslik deganni bildirmaydi. Biz dunyodagi eng oq ko'ngil, insonparvar xalqlardan biri. Men shunga ishonaman. Hem pek internasyonal xalq. Dünyada nerede zulüm olsa, nerede azap olsa, bizim ko'nglimiz shu yerda, zihnimiz shu yerda, vaqtimiz shu yerda. O xato ish emas. Ko'ngil bo'lsak, duo qilsak, aslasak, istoshlik qilsak bo'ladi. Ammo uzoq muddatni o'ylagan vaqtida biz o'zimiz uchun cho'qim boshqalardan o'rganib, o'zining mevcutluğu için kurash qilishni bilishimiz kerak. Boshqalar davlat uchun, kuch uchun kurash qilyapti. Biz hayot qilish qilmasligimiz uchun kurash qilishimiz kerak. Bizning hayotimiz, biz uchrayotgan zulm, biz uchrayotgan bisim, biz dushlayotgan kriz, boshqa har qanday millat, davlatdan natijasi xatarlik. Bizning holimiz boshqalarga qaraganda ko'p xatarlik. Shunga uning uchun biz qaytaradigan javobmi albatta natijasi kuchlik ve merkezlik qaratmalık bo'lishi kerak.